Damas mashinamiz 40 litrli ballon bilan 500 kilometr yuradi endi. Damas mingan akalar ko'pchilik shu muammo bilan kelishadi. Mashinadan glyushidrdan propan hidi chiqib ketyapti. Kilometrim kam yuryapti. Buni xudo xolasa yo'lini topdik. Mana shu apparatni olib keldik. Bu glyushidrdan chiqib turgan o'garni kompyuter orqali bemalol mashina rasxodini ko'paytirib kamaytirsangiz bo'ladi. Plus glyushidrdan hidi chiqishini yo'qotsangiz bo'ladi. Hozir birgalikda sinab ko'ramiz. Xo'p akalar, mana 3-pakelikda karburatorli Damas bo'lishi ham mumkin. Ayojonda tushuncha berib olasan. Xo'p. Zangor zonada ishlasa, yoqilg'i ko'pligini bildiradi. Qizil zonada ishlasa, havo ko'pligini bildiradi. Buni sariq zonada ishlasa, mashina rasxodga ham tortishlari ham zo'r yuradi. Hozir mashinani gaz ko'p deyapti. Gaz ko'p deyapti. Mana gazni qisib ko'ramiz birgalikda. Mana qisyapman. Mashina obroti ham ko'tarilyapti. Mana bu ham datchi ham ko'tarilyapti. Yana ozgina qilsam mana yana. Ozgina qilsam bo'lishi ham mumkin mana. Bu o'zi sariq zonaga o'tdi. Bu ham mashina idealni ishlayapti degani. Mana kompyuterda o'zi sho'ligirovgan tanlab berdi. Xudo xolasa bu sinov jarayonida ketyapti. Xizmatlar bo'yicha pastda nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Bundan ham qiziqroq videolar o'tkazib olmaslik uchun profil shapkasida Telegram kanalimiz bor. Shunga o'tib olasizlar. Salomat bo'linglar.